Assalomu alaykum barchaga. Qish mavsumida tabiiy choylar iste'mol qilish uchun, immunitetimizni ko'taradigan choylar iste'mol qilish uchun shunaqa sitrus mevalarni bo'laklarga bo'lganman. Shu holatda qadoqlaganman. Mana bu limon, apelsin, limonning ichida imbir ham bor. Imbirni ham muzlatib qo'yganman. Oddiygina choynagimizda har biridan qo'shib, imbir, limon, apelsin qo'shib, asal ham solib tabiga ko'ra choy damlab ichsa agar juda ham foydali. Bu narsani sinab ham ko'rdim. Foydali tomoni shunday bo'ldiki, shamollagan paytda, tomog'imiz og'rigan paytda shamollash oyoqda o'tkazildi, ya'ni yengil kechdi, tez tuzaldik. Chunki bular tarkibida vitamin C ni saqlagani hisoblangan, immunitet tabiiy kurashib, tezroq tuzalishimizga yordam berdi. Bitta katta apelsindan 30-35 marotaba choy damlab ichish mumkin. Shunaqa bo'laklarga bo'lingan. Bir oyga yetadi. Agar har kuni ichiladigan bo'lsa, bir oyga yetadi shu bizga. Limonni 2 donasi bir oyga yetadi. Limon kamroq bo'laklarga bo'lingan. Chunki bu qon bosimini tushirib yuborish hisobiga kamroq, apelsindan ko'proq tayyorlangan. Ko'proq solingan apelsin.